Assalomu alaykum. Mana bugun biz sizlar bilan tadbirkorlik tushunchasi va turlari haqida ma'ruzamizni ko'rib o'tamiz. Demak, 4 reja asosida amalga oshiramiz buni. Tadbirkor tushunchasi, tadbirkor faoliyati, tadbirkorlik xarakteri qirralari va tadbirkorlik turlari haqida gaplashamiz. Demak, hozirgi zamonda tadbirkorlik va biznes atamalari ko'pincha bir-birining o'rnini saqladi. Lekin ular turli xil ma'nolarga ega bo'lib, ikkalasi ham biznesni boshlash va yuritish bilan bog'liq bo'lsa, ular o'rtasida asosiy farqlar mavjud. Tadbirkorlik bu yangi korxona, odatda startap yoki kichik biznes yaratish jarayoni hisoblanadi. Tadbirkorlar bozordagi imkoniyatlarni aniqlaydigan, tavakkal qiladigan va innovatsiyalar orqali qiymat yaratadigan odamlardir. Tadbirkorlik biznes bir necha jihatlardan farqlanadi. Jumladan, tadbirkorlik biznesning bir qismi sifatida tadbirkorlik biznes bir qismidir. Chunki u yangi korxona yaratish, boshqarishni o'z ichiga oladi. Biznes mavjud tashkilotni boshqarishni o'z ichiga oladi. Tadbirkorlik innovatsiyalar bilan chambarchas bog'liq, chunki tadbirkorlar ko'pincha an'anaviy bozorlarga mos bo'lmagan yangi mahsulotlar, xizmatlar yoki biznes modellarni yaratishdir. Biznes esa mavjud mahsulot yoki xizmatlarni bosqichma-bosqich yaxshilashni o'z ichiga oladi. Tadbirkorlikning turlari mavjud bir qancha. Kichik biznes tadbirkorlik bu odatda mahalliy bozorlarda mahsulot yoki xizmatlarni taqdim etish maqsadida kichik biznes yaratish hisoblanadi. Yuqori o'sish tadbirkorlik bu tez o'sish va kengayish maqsadida biznes yaratish ko'pincha venture kapitalni moliyalashtirish orqali amalga oshiriladi. Kichik biznes bu cheklangan miqdorda xodimlar va resurslarga ega bo'lgan, odatda ma'lum bir bozorga qaratilgan biznes faoliyati hisoblanadi. O'rta biznes esa bu ko'p sonli xodimlar va resurslarga ega bo'lgan va odatda o'sish va kengayishga urg'u beradigan biznes faoliyati hisoblanadi. Ya'ni bu pastdan balandga qarab ketib boryapti. Tadbirkorlik biznes o'rtasida bog'liqliklardan bir necha jihatlardan bir-biriga bog'liq. Chunki tadbirkorlar ko'pincha yangi biznesni boshlaydilar. Biznes egalari ko'pincha tadbirkorlik imkoniyatlariga intilishadi. Tadbirkorlik va biznes bir-birlaridan o'rganishlari mumkin. Tadbirkorlar mavjud korxonalarga innovatsiya va yangi g'oyalarni olib kiradi. Iqtisodiyotda tadbirkorlik quyidagi turlari mavjud deb ayta olamiz. Demak, ular faoliyat yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy, innovatsion singari tadbirkorlik faoliyatlari. Tadbirkorlikning qanday vazifani bajarishiga yo'naltirilganiga qarab, ishlab chiqarish, boshqarish va moliyalashtirish, vositachilik va maslahatchilik qaratilgan tadbirkorliklar mavjud. Faoliyat turlariga qarab esa, bitta sohada va ko'p tarmoqli, bir tarmoqli va ko'p tarmoqli, demak, faoliyat turlariga ega tadbirkorlik subyektlari mavjud. Tadbirkorlik faoliyati mazmuni va yo'nalishi, kapital qo'yish, obyekti va aniq natijaga erishish. Tadbirkorlik faoliyatining takror ishlab chiqarish jarayoni asosiy bosqichlari bilan bog'liqligiga qarab tadbirkor quyidagi turlarga ajralish mumkin. Ishlab chiqarish tadbirkorligi, savdo tadbirkorligi, moliyaviy tadbirkorlik, vositachilik tadbirkorliklari va sug'urta tadbirkorliklari. O'zbekistonda mulk shakliga ko'ra yuridik shaxslar quyidagi asosiy tashkiliy huquqiy shakllarga tuziladi. Demak, xususiy korxonalar, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, sho'ba xo'jalik jamiyatlari, unitar korxona, dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari bir qancha turlari mavjud. Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar bular MCH hisoblanadi. Bu tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun tashkil etilgan huquqiy shakl bo'lib, unda ishtirokchilarning mas'uliyati ularning jamiyatga kirgan ulushlari bilan cheklanadi. Ishlab chiqarish tadbirkorlik bu mahsulotlarni ishlab chiqarish, ularni sotish va bozor talabiga mos ravishda xizmat ko'rsatish jarayonlarini o'z ichiga olgan faoliyatdir. Bu soha ko'plab jihatlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, mahsulotni ishlab chiqarish, xom ashyo materiallarni tayyor mahsulotlarni yaratish jarayoni, bozor tadqiqotlari, mahsulotlar bozor talabini aniqlash va raqobatchilikni o'rganish, mahsulotlarni bozorga chiqarish va iste'molchilarga yetkazish strategiyalari va moliyaviy rejalashtirish xarajatlarini boshqarish va foyda daromad olish. Va eng asosiysi bu sifat nazorati hisoblanadi. O'sha jarayon ishlab chiqarish jarayoni sifatini ta'minlash va nazorat qilishdir. Biznes subyektlari shakllariga murojaat qiladigan bo'lsak, bu yerda huquqiy maqom bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslar maqomi bo'ladi. Bank bo'lish xodimlari soni bo'yicha yakka tadbirkorlik, mikrofirmalar, makrofirma, kichik korxonalarga bo'linadi va mulkchilik shakllariga ko'ra xususiy, davlat va jamoat va aralash mulkchilik shakllariga bo'linadi. Faoliyat yo'nalishlari bo'yicha aytib o'tdikki, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, tijorat, moliyaviy, innovatsion va turli xil ko'rinishdagi faoliyat qilib, demak, turlarga bo'linadi.
Unitar korxona nima? Unitar korxona o'ziga biriktirib qo'yilgan mol-mulkka nisbatan mulkdor tomonidan mulk huquqi berilgan tijoratchi tashkilot unitar korxona hisoblanadi. Unitar korxonalar mol-mulk bo'linmasidir va u qo'shilgan hissalar, ulushlari, paylari bo'yicha, shu jumladan korxona xodimlari o'rtasida ham taqsimlanishi mumkin emasligini aytish mumkin. Ya'ni yakka korxona hisoblanadi. Shunday qilib biz mavzumizni yakunladik. Hammaga rahmat.